Assalomu alaykum, qadrli akalarim, salomatmisizlar? Xo'sh, yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimizga asosan keyingi video quyonlarni olib keldik. 2+4, ya'ni 2 ta erkak, 4 ta ayol quyon. Qochirish jarayoniga keldik. Qochirish jarayonida shuni erkak quyonni ayol quyonga olib borib qo'yamiz. U misol uchun erkak quyon ayol quyonga o'z vazifasini bajaradi va yo'q, unaqa emas. Azizlarim, siz daromad ko'rishga bel bog'ladingizmi? Ro'zg'oringizga kamida go'sht mahsulotini ta'minlab hamma yoqni to'kisdan qo'yaman degan maqsad qo'ydingizmi? Endi bu jarayonga boshqacha yondashamiz. Erkak quyonni misol uchun ayol quyon qo'yish uchun, ayol quyon erkak quyon qo'yish uchun birinchi navbatda ayol quyonni immunitetini yaxshilab olamiz. Hikol quyonlarga bunaqa muammolarga ko'p uchramaysiz, lekin qilsangiz shu podrobni shu ishlarni yaxshiroq bo'ladi. Birinchi navbatda ayol quyonni parazitlardan xalos etish kerak. Teri ostiga evermek 0,2 birlik shpressdan 0,2 mg teri ostidan evermek qurt gijjalarga qarshi ukol qilasiz. Sababi nimaga? Ayni bo'g'ozlik jarayonini o'rtalariga quyon qurtlab ketgan bo'lsa, gijja tufayli o'ziga yetgan ovqati singim yuqmayotgan bo'lsa agar, uni bo'g'oz vaqtida hech qanaqa ukol qilib bo'lmaydi. Qo'llar va uzun obod bo'lishi mumkin. Shuning uchun nima ish bo'lsa, qochirishdan oldin qilinishi kerak. Xo'sh, uni qildingiz. Keyin albendazol 2 kun 0,5 mg og'zidan ichirasiz. Bu ham ichki parazitlardan quyonni xalos etadi. Va bu holatda quyon nima yesa o'ziga yo'qiydigan bo'ladi. Ana endi quyonni erkak quyon qo'yish kerak. Nima qilamiz? Yo'q, azizlar, yana shoshmay turamiz. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda vet aptekalarda E-selen degan vitamin bor. Bu quyonlarni kuyikishini rag'batlantiradi. Bachadonma misol uchun o'sishini yoki qanaqandir bir misol uchun homila ushlash ko'rsatkichlarini yuqori darajaga olib chiqadi. O'sha E-selen vitaminini endi inyeksiya emas, siz azizlarga oson variantini aytib o'tganamiz. Suvga qo'shib beradigan varianti ham bor. 1 litr suvga 1 gram. Mana unaqa payalka bo'lsa, bu payalka 1 litr, 1 gram shpritsda shu E-selen vitamini solinadi, aralashtiriladi. 5 kun ketma-ketlikda shu dori beriladi. Vitamin beriladi. Va quyonlar kuyikishi tezroq bo'ladi. Kuyikkandan keyin erkak quyonga qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin mana shunaqangi daftaringiz bo'ladi. Misol uchun siz daromad ko'rishni maqsad qildingizmi? Xuddi shunaqa daftar quyonlarni qochirilgan sanalari yozib boriladi. Bir erkak quyonga misol uchun boshqa ayol quyon qochirildi ma'lum bir sanaga. Qochirganingizdan keyin ona quyonni tana vazni yozib qo'yiladi. Misol uchun siz quyonni homilador yoki homilador bo'lmadi maqsadida misol uchun quyonni ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz hali uncha opitga ega emassiz. Shaxsan men quyonni qorin qismidan shu teparoqqa qarab paypaslab ehtiyotkorlik bilan ko'rsam agar 20 kundan keyin bo'g'ozmasligini aniqlashim mumkin. Buni eng xavfsiz usuli qochirishdan oldin quyonni vaznini tortib qo'yasiz va qochirgandan keyin 10 kundan keyin yana vaznini ko'rsangiz agar 1 kilo birdan pes olgan bo'lsa, bu quyon homilador. Qochirishdan oldin vesini yozib qo'yasiz, sanasini yozib qo'yasiz va kletkasiga qo'yib 20 kun qolganda tug'ishga unga sharoitini yaratib qo'yasiz. Raddomchasini oldida samon tashib qo'yasiz, o'zi samonini toshib, o'ziga tug'ishga joy tayyorlaydi. Tug'ishdan 10 kun oldin va shunchaki kutasiz. Quyonga bir xavfsiz joy yaratib qo'yasiz. Oddiygina bir mushuk sichqon qolib yurib patar qilsa yoki o'g'ilchalaringiz bir kurib sho'xlik qilib yoki to'p o'ynasa ham quyon birdan, bular bekorga quyon yurak emas. Birdan qo'rqadi, o'ziga stress olib o'lib qolishi yoki bola tashlashi yoki tug'ruqdan oldin har qanday belichovka muammolarga uchrashi mumkin. Quyonlar uchun tinch va xavfsiz joy ta'minlab berasiz. Keyin ma'lum bir vaqtlar o'tadi, quyonlar tug'iladi. Endi nima qilamiz? Endi kutib qolasizlar azizlar keyingi videoda.